Ye. Assalomu alaykum hamkasblar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin Ergash aka, bizga ham nasib qilsin aka. Sizlarga bundan ham zo'r bo'lsin. Nimasi muborak bo'lsin? Nimasi muborak bo'lsin? Uyalmaysiz Ergash aka kreditga mashina olib, mashinani yurishga. Undan ko'rish pulni bolangizga aytiring, tushundingizmi? To'xtatildim. Sunnat boy qizishmang. Buni kreditga olganim yo'q. Naqd pulga oldim buni. Naqd oldingizmi? Ketdim Abidga. Bugun choy sizdan-da. O'g'ilcha o'qishga kiribdi-ku. Tabriklaymiz aka. Rahmat, siz o'g'lingiz bundan ham katta o'qishga kirsin. Nimachini tabriklaysiz? Nimachini tabriklaysiz buni? 5 yil 10 milliondan kontrakt to'lashni o'yda bo'ladimi? Bunga achining. Sunnatjon qizishmang. O'g'lim grantga o'qishga kirdi. Dilant etildimi? Ha? Tabriklayman akajon, tabriklayman. Shaharning markazidan 3 xonali uylar muborak bo'lsin akajon. Yurakdan havas qildim. Endi bitta qo'y so'ymasangiz bo'lmaydi. Akajonim, senga bundan ham yaxshi uylar nasib qilsin. Nimasiga xavat qilasiz uni? Nimasiga xavat qilasiz? 20 oylik kredit to'lashni o'zi bo'ladimi? Menga qarang, Sunnatjon qizishmang. Men uyni naqd pulimga sotib oldim. Uyni ham naqd pulga oldingizmi? Ha? Siz qanday naqd pulga olyapsiz? Bitta ishxonada ishlaymiz. Bir xil oylik olamiz. Biz kvartirada turamiz, siz naqd olyapsiz. Qanday qilyapsiz? Iltimos ukajonim, hasad qilmang, menga havas qiling. Alloh beraverar sizga ham. Ha, senga xavat qilaman. Kep senga xavat qilaman. Tifo tenga, tushundingmi? Sunnatjon, yuzingiz qop-qorayib ketyapti. Ha, yuzim to'layib ketyapti. Ichimdagi yuzimga berib yuboryapti. Iltimos ukajonim, ichingizni oqartirib yashang. Yo'q, ichimni oqartirib aytolmayman. Men ichim to'la. Ilohi amin. Ilohiy mashinang yonib ketsin. Uying kuyib ketsin. O'g'ling o'qishdan haydalib ketsin. Allohu akbar. Iltimos, ichimizni oq qilaylik. Hasad bilan emas, havas bilan yashaylik. Una mattina mi sono alzato